Maksat. Gapiring. Balık ovda bugün. Balık yaxshi pishmayapti. Bir ushlaganda bitta qarmoqqa 3 tadan pishib qolyapti bir rukaytlar. Neda mana oq quloqlar ushlayapti. Yigitlar zo'r toshyapti hozir. Mana ko'rib turibsizlar, az baliq ovga kelganmiz. Mana shu qora dengiz bo'ladi. Biz mana shu yerda ishlaymiz. Mana kim shogirdlaringizmi buni? Ha, bu yangi Afrikadan olib kelganmiz buni baliq ovga. Maxsus afrikalik qullar kerak bizga deb. Ushlardi. Yana bor. Mana bor. Mana qora bulut chiqibdi, hozir havo aynagan. Mana bu tomonda ham ko'rib turibsizlar, bu tomonda ham bizning shogirdlar bor, hammasi kelgan mana. Hammasi shu yerda. Bu tomondalar Afg'onistondan kelganman. Mana nima o'chiribdi? Ancha chiqib bo'lsin. Nima o'g'irlayapti? Burada o'g'irlab ketyapti. Sumalak payti boshlandi-ku. Ketdiga narg'ilarga boramiz.